internetga kirsam, unisi unaqa, bunisi bunaqa, qaysi biriga ishonishni bilmayman, qaysi birini sharoiti qanaqa, qaysi birini ota-onamni umra safariga jo'natishlikka tanlasam ekan deyotganlar. Assalomu alaykum. Sentrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizga yuzlanyapmiz. Aynan mana shu litsenziya, aynan mana shu manzilga kiritilgan va biz aynan mana shu joyda xodim hisoblanamiz va faoliyatimiz aynan mana shu joyda olib boriladi. Aziz yurtdoshlar, bizda shunaqangi imkoniyatlarki, hisob raqamga bank orqali to'lovlarni yoki ofisimizga kelib naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan bog'lanishliklaring mumkin. Qo'shni Tojikistondan ham bizda standart plus sharoitlarimiz bo'ladi, standart bo'lmaydi. Endi sen nimaga standart plus deyapsan? Qolganlardan nima farqing bor degan savollaring bo'lishligi mumkin. Madina Munavvarada 300-400 metr, Makka Mukarramada 1,5 kilometr masofadagi 4 yulduzli gastinisalar sharoitlari bexijolat. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlariga e'tiborli bo'lasizlar. Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharifga 100% tashrif va Qur'on bosmaxonasi haftani 4 kuni ochiq bo'ladi, 3 kuni bek bo'ladi. Albatta ochiqligida ziyoratchilarimizni olib kiryapmiz. Xudo xolasa Xurmo bog'ida ziyofat. Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Hiro g'ori, shu qator sayohatlar, ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati. Endi bizda ikkinchi marotaba umra qilish imkoniyati ham bor. Ya'ni Toyif shahriga, atir zavodga ziyoratni amalga oshirib va boshqa masjidlar, boshqa joylarda ibodatlarni qilib qaytayotib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar aziz yurtdoshlar. Shu qatori bizni paketimiz aynan mana shu javhalari bilan standart plus deyiladi. Va bizda 50 boshlarda hamrohligi 14 kun. Sizlarni mukammal umra qilishliklaringga 50 boshlarimiz yelkadosh bo'lishadi. Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa 50 bosh xizmatidan muammo yo'q. Bir hafta yurib, 10 kun yurib, yo'g'ib popti degan narsa yo'q. 50 boshlarimiz bexijolat, tani jonlari sog' bo'lsin. Hamisha bizni jo'natgan ziyoratchilarimiz 50 boshlarimizdan mamnun inshaalloh. Ovqatlarimiz, ziyoratlarimiz tanishtirib o'tdik. Va eng asosiy bizni farqimiz aynan mana shunaqangi samolyotda uchish yostiqchalarini ham tekinga taqdim qilamiz va xuddi shunaqangi kamzillarimizni beramiz va undan tashqari Centrum Holiday sumkalari beriladi va xuddi shunaqangi bejiklarimizni ham taqdim qilamiz. Bizdan borgan ziyoratchilarimiz eng asosiysi bizdan rozi rizo, bizdan mamnun, bizdan xursand, bizni xizmatimizdan nima deydi? Xursand bo'lib, erta duo qilib eslashyapti. Shu qatori biz ziyoratchilarimizni qatoriga qo'shilishlarini tavsiya qilib qolamiz. Bizda chegirmali inshaalloh ertaga 7-dekabr soat 8:00 uchadigan reysimizni $799 qilib beramiz. Inshaalloh undan keyin 8 Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimizni $850 qilib beramiz. 10 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimizni $950 qilib beramiz. 12 Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimizni $950, 13 Farg'ona Madina, 14 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz esa $985 qilib beramiz. 13 Toshkent Madina yo'nalishidagi reysimizni $975 qilib beramiz. Shu qatori hurmatli ziyoratchilar 20-27 dekabrga Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz ham bo'ladi. Albatta aziz vatandoshlar, biz ob'yomimiz yo boshqamiz uchun emas. Ob'yomimiz ham Allohga shukr yetarli. Qiladigan ziyoratchilarimiz ham yetarli. Biz birinchi qo'limiz deya olamiz, bemalol. Chunki bizga chiqayotgan narxdan olib biz xalqqa sotamiz. Biz kimdir o'rtada yo'q bizda. Xudo xolasa narximiz ham bexijolat. Barchasi bexijolat. Eng asosiysi ota-onangizni ishonchli litsenziyali firmaga, ishonchli sharoitga topshirasizlar. Kerak bo'lsa biz orqali borib kelgan mijozlarimizning telefon raqamini beramiz. Telefon qilib, bordilaringmi? Sharoiti yaxshimi? Qanaqa o'zi bu videoda katta gapiryapti deb so'ranglar. Istagan mijozlarimizni va bizni orqali umra safariga borib kelganlar kommentariyaga fikrlarini yozib qoldiringlar. Ishonchlimi? Ziyoratlar, sayohatlar barchasi to'g'risida.
Xudo xolasa bizda hammasi qonuniy, hammasi bexijolat. Biz pul uchun emas, ziyoratchilarni mukammal umra qilishlik uchun ishlaymiz va Xudo xolasa ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin. To'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'layotganlarga ham bemalol bog'laninglar va O'zbekistonning 12 ta viloyatidan hamda qo'shni Tojikistondan ham bormoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar. 5 kishidan yuqori bo'lsalaring, chegirmalaring qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha